Juda ko'pchilik kommentariyalarda yozishadi. Tunikafonga ishlatilayotgan mahsulotlar hamma narsasi ichida bo'lsa, xoltalarni ishlatishadi deb biz sizlarga ko'rsatamiz. Baquvvatligini, xudo xolasa sifatlarini ham bitta ko'rib qo'yasizlar. Rekaga osilib ko'rsatamiz. Agar reka meni ko'tarsa, sinovdan o'tgan bo'ladi. Agar o'tmasa, sinovdan o'tmagan bo'ladi. Andijon shahridagi xizmatimiz bugun birinchi kun. Xudo xolasa mana shu xonadonimizni yakunlanish holatlari bilan sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib yoritib boramiz. Like bosib, kommentariyada yozib tursanglar, xudo xolasa podeshka qilib tursanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar. Yaqinroqqa kelib olasiz. Mana xudo xolasa mana rekamiz bir boshqatdan mana ko'rsatib beraman mana akalar. Xudo xolasa baquvvatligi, behijolat xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ko'pchilik xonadoniga patoloy qilyapti-yu, sarflagan puliga yarasha ish bo'lmayapti akalar. Juda ko'p yerga borib buzib boshqatdan qilyapmiz aka. Lekin bu xonadonimiz noldan qilganmiz. Darvozaxonamiz juda ham past holatda bo'lganligi uchun mana yaqindan ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa juda ham go'zal holatda bo'lgan. O'rtasiga o'zimizni mini kosmoslarimizdan qo'yib berganmiz akalar. Xonadonimizning dizayni esa kobramizga pianino holatda aylantirib, cheka karnizlariga esa lolalar ilingan akalar. Xo'p, endi ichkari tomoniga kiradigan bo'lsak, ichkari tomon shapkalarimizni ham juda ham o'zimizni hozir juda ham ko'pchilikka manzur bo'layotgan qoshlik fasonimizga 90 graduslik kasetalarimiz hamda 6 graduslik karnizlarimizdan foydalanib, mana shunaqa go'zal tunikafonlarni qilib beryapmiz akalar. Dizayn yoqqan bo'lsa, bir donagina like tugmachasini bosib, tunikafon qildirmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar. Sababi bunaqa tunikafon ishlari akalar, xudo xolasa juda ham ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Ayniqsa rangini ayting, mana rangi oq rangi, mokriy rangdan foydalanganmiz. Qalinligi 0.4 tunikadan foydalanganmiz asosiysiga akalar. Xo'p, xohlasanglar mana shu dizaynda yuqori variantda ham chiqarsa bo'ladi, lekin iloji boricha qalinroq materialdan qilishni sizlarga tavsiya qilaman akalar. Shuning uchun like bosib, uyiga tunikafon qildirmoqchilarga albatta bizning videolarimizni jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa juda ham foydali bo'ladi akalar. Endi sizlarga ko'cha tomonimizni ham xudo xolasa hozir ko'rsataman. Ko'cha tomonimiz ham juda ham go'zal holatda yakuniga yetkazib berilmoqda. Mana bu joyda ham achka qilib o'rab qo'yamiz. Xo'p. Endi ko'cha tomonimiz mana ikkinchi etaji bu. Ikkinchi etajini mana tunikafoni bitgan. Ikkinchi etajdan tushayotgan suvni bu tomonga tushirib, bu tomondan 3 ta joydan teshilgan joy bor ekan. Faqat biz bu joyda tarnov bilan, tarnovni biz qilmaganmiz, tunikafoni bilan mana bu devordan tushayotgan turbalarini qo'yib berganmiz akalar. Bu tomonda bir donagina turbamiz qolgan. Xudo xolasa shuni qo'ysak, xonadonimiz to'liq holatda yakuniga yetadi. Xo'p, akalar, tunikafonimizning dizayni sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Albatta kommentariyada kutib qolamiz. Albatta like bilan birgalikda. Mana bu chekaga yopishtirib qo'yganimiz Alinur tunikafoni bizning brendimiz. Xudo xolasa qayerda ko'rib qolsanglar bizning xizmatlarimiz bo'ladi.